Kuzatuvchilarimiz yana bitta yangiligimizga keldi. Katta mashinalarga 360 gradusli kamera, endilikda sim kartasi bilan sim karta qo'yasizlar, navigator hamma narsani o'zida bemalol ko'rsatib ketadi. Bitta ochib ko'rsatamiz. Monitorimizni hop, mana o'zi antennalari, GPS antennalari. Monitorimizning o'zi. Ko'rsanglar bo'ladi, kattagina monitor. Mana sim karta, bitta fleshga sim karta ketadigan joyi. Endilikda bemalol ishlatsanglar bo'ladi, o'zini. Hop, mana bitta kameralari bo'ladi. Shu narsaga ahamiyat berib bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Kamerasi hozir qosib turgan ekan. Ya'ni uncha uzilib ketmaydi. Hozirgi kunda eng sifatli katta mashinalarga 360 kamera sim kartasi bilan mash model hisoblanadi. Narxiga keladigan bo'lsa, bugungi kunda bu monitorimizning narxi $155. Kimga qiziq bo'lsa, pastki raqamdagi aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Sergeli mashina bozor 5-blok 15-do'kon. Har doimgidek bitta narsa, sifatli narsani soni cheklangan bo'ladi, ulgurib qolinglar.